tuman hokimligi, tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi hamda tumanimizning eng saxovatpesha insonlari bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 34 yilligi bayram munosabati bilan 34 nafar bolajonlarimizga sunnat to'y bayram tadbiri katta shukuh, katta shodiyona asosida tashkil etilmoqda. Hammamiz birgalikda bo'lishimiz kerak. Yana bir bor sizlarni tabriklaymiz. Xudo xohlasa, mana sizlarning farzandlaring, nabiralaring hech bo'lmagani bitta hokim bo'lsin.